uxlagan oningda men ikkimiz bir jon bir tan ajratib bo'lmasdir. Sen mening qonimdasan, men ham sening joning. Sen uzoq yillar saodat gulshanida gayri kul, birga kulsam, birga yursam nurli bo'stoningda. Men tirik, men jonginam, sevgim bilan, vasling bilan nola chekmay bir nafas ham dardga chirog'im. Nola chekmay bir nafas ham. Assalomu alaykum azizlar. Har bahor ham shunday bo'ladi. Bahor faslining chiroyi, go'zalligi, tabiatning sofligi ruhiyatimizni poklab, go'yo umrimiz yangitdan boshlanayotgandek hayotga, borliqqa o'zgacha nigoh tashlashga undaydi. Va har birimiz bu husnkor go'zallikning sir-u sinoatidan voqif bo'lishga intilamiz. Intilamiz-u avlod ajdodlarimiz yozib qoldirgan kitoblar sahifalariga ko'z yugurtiramiz. Donishmandlar, allomalar go'zallik haqida ko'p va ko'p so'zlar aytishgan. Ariq labidagi har giyoh ko'kat, malakdek go'zalning yuzdagi xat, bu sabza loladek yuzlar tuprog'i, sabzaga avaylab oyoq qo'yg'oya. Olamning go'zalligidan qalbimiz zavq-u shavqqa lim-molim to'lib, mana bir necha kundirki dilimizdagi eng yaxshi so'zlar, eng ezgu tilaklarimizni faqat va faqat oqla ayollarimizga bag'ishlayapmiz. Mana shunday qutlug' onlarda o'tmishimizga bir nigoh tashlab, o'tgan kunlarimizni, aniqrog'i qadimda yashab o'tgan ayollarimizning hayoti, orzu umidi, armonlarini esga olsak, nazarimizda ham ularning ruhlarini shod etgan bo'lamiz, ham bu kunlarning qadrini chuqurroq his etamiz. Biz ana shunday niyatlar bilan muhtarama olima Suyma opa G'aniyeva xonadoniga tashrif buyurdik. Suyma opa o'tmishda yashab o'tgan ayollar haqida ham kuyunib, ham faxrlanib, shoh qizi, ammo umri g'ariblikda o'tgan, aql va idrokda tengsiz malikalardan biri bo'lmish, yuksak she'riy iste'dod sohibasi Zebiniso begim haqida so'zlab berdilar. Keling, siz ham bu suhbatni diqqat bilan tinglang. Mana bu yerda bir kitob bor. Bu Pardanishinoni Suxango'y, ya'ni hijob ortidagi suv san'atkorlari degan kitob. Buni avvalida bir bayt keltirilgan. U yerda aytiladiki, hamma jo qissai divonagi majnun است. Hech kas ro xabari nest ki Layli chun است. Ya'ni hamma yerda Majnunning qissasi haqida so'z ketadi. Laylining ahvoli nechuk ekanligini hech kim bilmaydi, hech kim bundan xabardor emas deb. Bu baytni nega bu kitobga keltirishgan? Bu yerda haligi so'z san'atkorlari ayol shoirlar haqidagi tazkira. Shoirlar haqida ko'p yozishgan, ko'p narsa bilishadi, lekin shoirlar haqida kam narsa ma'lum degan bir ma'noni mana shu she'rga asoslanib bir fikrni keltirmoqchi bo'lgan muallif. Zebiniso begim bizning adabiyotimiz tarixida meni nazarimda eng yorqin sahifalarni ishg'ol etadi. Zebiniso bu Avrangzeb podshoning qizi, bir manbalarda katta qizi deyishadi, ikkinchi bir xil manbalarda ikkinchi qizi deyishadi. Har qalay Avrangzeb podshoning qizi. Bu qizni juda yoshligidan boshlab otasi alohida uning tarbiyasi va ta'limi xususida bosh qotirgan ekan va o'sha davrdagi saroydagi eng fozila, eng dono
ayollardan biriga buning tarbiyasini Avrangzeb podshoh topshirgan ekan. U ayolning ismi Maryam ekan. Hofizasi juda ham mustahkam, Qur'onni yoddan biladigan, musiqadan xabardor, adabiyotni biladigan, ilmdan xabardor ayol bo'lgan ekan va shu ayol Zebiniso begimning tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan ekan. Keyin Zebiniso begim sal katta bo'lganda uni yana bir katta davrning mashhur allomalaridan Mullo Said Ashraf bir manbalarda Mozandaroniy, ikkinchi manbalarda Isfahoniy uning nisbosi mana shu allomaga topshirilgan ekan. Bu allomaning qo'lida Zebiniso begim dunyoviy bilimlarni orttirgan ekan. Keling ustoz. Men aytgan g'azallarni bitdingizmi? Mutolaa qildingizmi Navoiyni, Xusravni? Hammasi Sakkoki Jomi Lutfiy qolmadi. Ulug' bobom Boburni ham qayta o'qidim. Barakalloh. Sizdan juda mamnunman. O'tmishda kelayotgan shoirlarning chashmaga g'azallari bizga ilhom beradi. Arabcha she'r, hinducha she'r, turkcha she'r ham yozdingiz. Bir-biridan go'zal, bir-biridan samimiy. Alal xusus fors tilida bitgan g'azallaringiz nihoyatda maqbul, nihoyatda mazmundor. Yangilari bo'lsa o'qing, eshitaylik. U bo'ladi Mavlono. Garchi man Layli asosam dilchi majnun dar havos. Sarba sahro mezanam lekin hayo zanjir bos. Bulbul ash-shogirdi ham shud ham nishini gul va bog'. Dar muhabbat kamilam parvona ham shogirdim. Dar nihon xunam bazohir rangi g'ozayam. Rangi man darman xon chun rangi sur andar hinos. Baski bori g'am burun andohtam bar ro'zgor. Jamanili kaf inakbin ki pushti uditos. Duxtari shoham va lekin ro'ba faqr ovardam. Zebu zinat bas xaminam. Nomi man Zebiniso. Ofarin. 100 ofarin. 1000 ofarin. Tasanno. Aytishadiki, Zebiniso 14 yoshidan boshlab she'rlar yoza boshlagandi. Endi u arab tilini yaxshi o'rgangan, fors tilini mukammal bilgan va mana shu o'sha davrdagi udumga binoan she'riyat tili fors tili bo'lgani uchun Zebiniso fors tilida o'z g'azallarini bitgan. Men hamisha Zebiniso she'rlarini o'qiganimda, uni boshqa shoiralar she'rlari bilan qiyos qilganimda shu mantiqning zo'rligiga, badiiyatning yuksakligiga va Zebiniso qo'llagan timsollarning noyobligiga lol qolaman. Avrangzeb podshoh Zebiniso 21 yoshda ekanligida taxtga chiqqan ekanlar. Shohjahon vafot etib, o'rniga bu kishi taxtga chiqqanda qizlari bilan butun davlat yumushlarida ham, hatto manbalarning ta'kidlashicha askar lashkarlari bilan bog'liq bo'lgan masalalarda ham qizlar bilan maslahatlashib turar ekan va Zebinisoning o'z tasarrufiga 400,000 rupiya maosh belgilagan ekanki, buni Zebiniso faqat mana shu ilm, ma'rifat, musiqa yo'lida xizmat qilayotgan odamlarga berib, maosh sifatida berib, ularni rag'batlantirib, ijodlarini haligi yangi yaxshi bir yo'nalishda bo'lishiga nima deydi, sabab bo'lib turar ekan va Zebinisoning bu tasarrufidagi manbalarning yaxshi adabiyotimiz, san'atimiz, umuman ma'naviyatimiz yo'lida sarf qilinganligini o'zi juda bir yaxshi narsa va hamisha menga Alisher Navoiyning faoliyatini esga yodga soladi. Zebinisoning she'rlariga kelganda uni juda bir shoirlarimiz, yaxshi shoirlarimiz tarjima qilishgan.
jumladan Mo'yinzoda tarjima qilganlar men nazarimda juda chiroyli chiqqan shu tarjimalar biz haligi tarjimalar ham bizni xalqimiz orasiga keng tarqalib ketgan. Ba'zi bir uchrashuvlarda mendan so'rashadiki, mana shu Zebunnisoning she'rlari bu o'zbek tilidagi mana bu she'ri deb gapirishadi. She'rni chiroyli qilib o'qishib, undan haligi ma'lum bir lazzat, ma'lum bir foyda uqqanlarini ko'rgandan keyin sekin aytamanki, fors tilida yozilgan, asli forscha bu tarjima bo'lgan deb. Demak, tarjimani haligi bir go'zal tarzda qilinganligi bizni bu tarjima she'rlar o'z mulkimizga aylanib ketganligidan menimcha dalolatdir. Zebunniso 65 yoshida vafot etgan. Dehlida uning maqbarasi bor. Zebunniso begimning qabr toshiga shoiraning mana shu bayti naqshlangan deyishadi. Bag'ayri sabza napushat kasi mazori maro ki qabr poshi g'aribon hamin giyoh bas است. ya'ni qabrimni sabzadan o'ziga kimsa yopmasin. Mana shu sabzaning o'zi qabrimizni turishi yetarlidir, basdir degan ekan. Ana shu yerda g'arib so'zi ishlatilgan. Bobirda bu so'z juda ko'p keladi. Umuman mana shu Hindiston zaminida yashagan Bobiriylar ijodkorlar orasida shu so'z tez-tez shu timsol ishlatilib turadi ularning she'riyatda. Har qalay ular mana shu zaminlarda podshohlik qilgan bo'lishiga qaramasdan, saroylarda juda ko'p bir yaxshi hashamatlar orasida yashaganiga qaramasdan bular o'zlarini g'arib his etgan, o'z vatanlaridan chetda his etgan ekan deyman. Mening tojim ilm urfon, mening tojim she'riyat. Bobom Bobur Mirzo. Mana yana yakka qoldik biz. Sizni kitobingizni varaqlaganda Farg'onada, Andijonda yurgan kabi bo'lurmen. Shakarpala qovunlarning hidi kelib dimoqqa urilgandek bo'lib go'yo. Sirdaryoning jilvasi ko'z o'ngimda paydo bo'lib, xuddi siz tasvir etgandek. Har safar sizni vataningizni o'ylasam, Bobur nomi kitobini qayta o'qiyman. Farg'onaning bog'lariga boshlar meni bu kitob. Zulfi halqi halqavu ko'zi qaro bu yerdadir. Boqishi shafqatli-yu nozik ado bu yerdadir. Kiprigi hanjar karashmatigu ko'z tashlash yashin. Gar shahid bo'lmoqchi ersang Karbalo shu yerdadir. Shunday tugallanadi bu g'azal. Istasang husning zakotini berarga mustahiq, kelki bu Zebunniso yangliq gado bu yerdadir. Ana shu klassik adabiyotdagi she'riyatni agar biz dutorning ovoziga o'xshatadigan bo'lsak, hozirgi zamon she'riyatimizdagi ayollarning ovozi, ularning she'rlari ko'proq rubobning ovoziga o'xshaydi. Ularda o'zgacha bir jarang bor. Ko'rsatuvimizni go'zallik haqidagi satrlar bilan boshlagan edik. Shoh qizi, shoira, g'oyat go'zal Zebunniso begim va Zebunniso begimning go'zal g'azallari haqida olima Suyma opamiz ham go'zal fikrlarni aytdilar. Oqila, fozila, ilmli, g'ururli, iboli, hayoli va e'tiqodli ayollarimiz bor bo'lishsin. Mana shu bahoriy go'zallik barcha ayollarimizga doimo hamroh bo'lsin. Yana bir tilagimiz, kuy va g'azal, go'zallik va nafosat
har birimizning xonadonimizdan arimasin.